Assalomu alaykum hurmatli treyderlar, kunlar yaxshi boshlab oldinglarmi? Xo'p, xudo xohlasa biz savdolarimizni boshlab oldik. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, bizda savdo tillaga bo'lyapti. Xo'p, bizda narx qanaqa holatda? Ko'rishimiz mumkin, bizga ya'ni buy uchun, qisqa scalping uchun M15 time frame'da order blokka narximiz yetib kelgan. Shu order blokka yaxshigina impuls bilan ko'tarilyapti. Agar bu M1da tasdiq beradigan bo'lsa, buyga qo'shilib olsak bo'ladi. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, oxirgi korreksiyasini, ya'ni narximiz nima qildi? Tana bilan yorib berdi, tasdiq bo'ldi va shu nuqtaga kelganda, ya'ni bu order flow nuqtamizdan, shu zonamizdan buyga limit ochsak bo'ladi. Va ko'rishingiz mumkin, bizda bitimlar aktiv, xudo xohlasa bu yog'iga yaxshigina impuls boshlandi, olib chiqib ketamiz. Birinchi 100 punkt, ya'ni 150 punktda biz safe qilib olamiz. Riskimizni kamaytirgan holatda. Xo'p, oldinda xudo xohlasa 50 punkt harakat bo'ldi. Sabr kutamiz.